Assalomu alaykum Muhammad aka. Men shahardan uy olmoqchiman. Qayerdan olsam bo'ladi? Nima maslahat berasiz? Bunaqa savollar ko'p keladi. Avvalambor assalomu alaykum. Birinchi uy olishdan oldin o'zingizga beradigan 3 ta savolni o'zingizga berib ko'ring. Agar o'sha savollaringizga to'g'ri javob topa olsangiz, qo'rqmasdan o'sha uyni olsangiz bo'ladi. Birinchi savol: bu uy 5-10 yildan keyin ham mening ehtiyojlarimga mos bo'la oladimi? Bu birinchi savol. Ikkinchi savol: hududda infratuzilma qanday? Maktab, bog'cha, bozor, shifoxona bormi? Uchinchi savol: moliyaviy jihatdan bu qaror menga og'irlik qilmaydimi? Masalan, mana shu uyni olsam agar ishlarim orqaga ketib qolmaydimi? Mana shu 3 ta savolga agar o'zingizdan javob topa olsangiz, qo'rqmasdan o'sha hududdan, o'sha joydan uy olsangiz bo'ladi. Men Muhammadjon, albatta bu sohada sizga bemalol yordam bera olaman. Agar xizmatim tegsa, albatta boshim ko'kka yetadi. Pastda nomer qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz.